Kasb tanlashga qiynalgan vaqtimda dadam rahmatli qo'limdan yetalab ko'chaga olib chiqqan. Sen kasbga ega bo'lsang, ertalabda oppoq kiyimda, mashinalarda, kasbga ega bo'lmay yo'lingni tanlamasang, yelkangga ketmonni ilib dalaga chiqib ketasan. Qaysi yo'lni tanlashing bu o'zingga bog'liq degan. Ota-onangiz turgandan keyin poyabzalni to'g'rilab qo'yishgacha bo'lgan tarbiyani ko'rsatadi-da bizda. Qanday kutib olamiz bemorlarni degan narsa bilan ishga kelaman. Kasbimni gapirganimda doim ko'zim yonishini xohlayman. Ertalab uyg'onganimda doim o'zimga maqsad qo'yaman. Juda ham erta turaman, to'g'risi. Chunki erta turganda doim baraka bo'ladi. Yoshligimizdan odatlanganmiz. Masalan, o'zbeklarda yozilmagan qonunlarimiz bor. Ertalabda uyg'onib eshik supurish, to'g'rimi? O'zidan kattalarga choy damlash, hattoki shunaqangi urf-odatlarimiz borki, buni hech qaysi dunyoda, mamlakatlarda yo'q. Mehmon kelsa yoki ota-onangiz turgandan keyin poyabzalni to'g'rilab qo'yishgacha bo'lgan tarbiyani ko'rsatadi-da bizda. Shuning uchun demak, ertalabda turib 7:00 gacha uy ishlarini qilishimiz, uydagi insonlar bilan suhbatdosh bo'lishimiz doimgi maqsadim bo'lgan. 7dan keyin umuman men boshqa dunyoga tushib qolaman. Nimaga? O'zimni kasbimga, sevgan kasbimga intilaman. Kelishimda yaxshi kayfiyat bilan kelaman, yaxshi ishni boshlayman. Bugun qaysidir bemorga yoki qaysidir yordam so'rab kelgan bemorlarga qanday tibbiy xizmat ko'rsatamiz, qanday kutib olamiz bemorlarni degan narsa bilan ishga kelaman. 2002-yil avgust oyida ishga kelganman travmatologiya shifoxonasiga. Dadam shu yerda bosh buxgalter bo'lgan. Shu o'zimni faoliyatimda ishlaysan degan taklifni bilganda olib kelgan. Shu bahona qolib ketganman. Birinchi oddiy hamshiralikdan boshlaganman. Texnikumda a'lo baholarga bitirganman. Institutga kiraman desam, institutga unashmagan. Qiz bola uchun 6 yil qiyin. Undan keyingi 3 yillik oliy hamshiralik kurs institutda o'qib olasan degan. Mayli dedimda, shu jarayonga kirib ketganimdan keyin o'rtada 2002-yil avgustda ish boshlaganimdan keyin 5 yil farzand ko'rmadim. Institutni o'ylashga уже menda xohish qolmadi. Oilaviy janjallar bo'lishi mumkin yoki stresslar o'tdi, bir kamchiliklar bo'ldi. Shuning uchun o'ylamadim. Allohga shukr 2007-yil farzandli bo'lganimdan keyin bilasizmi, farzandimni tarbiya qilishni ichida men bekarchiga o'xshab qoldim. Ishimdan tug'ruq ta'tili oldim. Farzandimni eson-omon dunyoga keltirdim. 3 yil men uchun bekar deb o'yladim. Shunda o'zimga maqsad qilib qo'ydim. Andijon davlat tibbiyot institutiga kirishni maqsad qilib qo'ydim. Bolam 6 oyligida institutni eshigini tagiga borib, savol-javoblar, amaliy ko'nikmalar bo'yicha imtihonga tayyorgarlik ko'rdim. Oliy hamshiralik ishi yo'nalishi bo'yicha 3 yillik institutga qabul qilindim. Maqsadim faqat o'qish bo'lgan shu paytda. Farzandimni katta qilish, darsga borish hamda jarayonimni uzluksiz davrishda olib ketish bo'lgan. Ko'pchilik endi oliy hamshiralikni bitirgandan keyin bosh hamshira yoki pedagog bo'lishimiz mumkin edi, lekin men bitirib kelganimdan keyin faqat oddiy hamshira bo'lib ishladim. Nimaga? Bemorlarga yordam ko'rsatish. O'yladimki, boshqaruv tizimiga o'tishim uchun oldin o'zim boshqaruv tizimini o'rganishim kerak edi. 2017-yildan beri kasbiga avval katta hamshira bo'lib ishladim. Undan keyin mana faoliyatimga 3 yil bo'ladi yaqinda bosh hamshira lavozimiga o'tdim. Bizning kasbimizda faqat yaqinlarimizga bo'lgan mehr his qilishimiz kerak. Masalan, oldinga bemor keldi. Hamma hamshiramga aytaman. Sen birovga muolaja qilyapsanmi? Onam deb qara, otam deb qara, akam deb qara, ukam deb qara, bolam deb qara deyman. Nimaga? Bemorni sevishimiz kerak, bemorning dardini olishimiz kerak. Inson har bitta kuniga shukr qilib yashash kerak. Kasbimdan boshqa kasb tasavvur qila olmayman. To'g'risida qiyinchiligi bor, mashaqqati bor. Bu yerda bizning xotiralarimiz bor. Bizda kichkinalikdan boshlab kerak bo'lsa uyga uxlagani boramiz. Ko'p kunimiz asosiy maqsadi, asosiy kun shu yerda bo'ladi. Bu yerda yaxshi kunimiz bor, yomon kunimiz bor. Har bitta xonaga kirganingizda uni nimasi bor bizda? Bemor bilan bo'lgan iliq xotiralarimiz bor. Esimda bor 6-sinf yoki 7-sinfligimda dadam rahmatli qo'limdan yetalab ko'chaga olib chiqqan.
ham. O'zbeklarda ertalabda mahallada hamma ishga shoshadi. Kimdir yumush bilan, kimdir o'zini holati bo'yicha. Agarda sen kasbga ega bo'lsang, ertalabda oppoq kiyimda, mashinalarda ishga ketasan. Agarda kasbga ega bo'lmay yo'lingni tanlamasang, yelkangga ketmonni ilib dalaga chiqib ketasan. Qaysi yo'lni tanlashing bu o'zingga bog'liq degan. Dadam hisobchi bo'lgan, onam pedagog bo'lgan. Boshqa farzandman. Undan keyin singlim bor, ukam bor. Uchalamiz jamiyatda o'zimiz o'rniga egamiz. Ayol kishi turmushga chiqqandan oldin o'ylash kerak, maqsad qo'yish kerak. Turmush o'rtog'ini, farzandini, oilani, jamiyatni. Demak, albatta shu narsalarni kuchim yetadimi, qila olaman degan narsani qo'yish kerak-da. Tibbiyot yo'nalishini men qiynalsam ham, lekin qiynalsam ham marraga yetaman deb o'ylayman. Hali qiladigan ishlarim ko'p, oldiga qo'ygan maqsadlarim ko'p, rejalarim ko'p. Qanday rejalarda? Yangiliklar yaratishni xohlayman. Balki oddiy hamshirasan, qanday yangilik yaratasan deyish mumkin, lekin yo'nalishim bo'yicha men ham izlanaman. Kasbimni gapirganimda doim ko'zim yonishini xohlayman. Chunki yonadi deb o'ylayman. Yonadi deb o'ylayman. Sevaman. Agar yana qaytadan sen kim bo'lasan deganda birinchi o'rinda men hamshira bo'laman derdim.